O'rtoqlar, savadikrab yoki assalomu alaykum. Biza dunyodagi eng issiq poytaxtamiz. Bu poytaxtda 11 milliondan oshiq aholi yashaydi. Poytaxtning nomi esa Bangkok, lekin tayliklar buni Krumtep deyshadi. Bu videoni oxirigacha ko'ringlar, like, kommentariy bosish esingizdan chiqmasin. Bangkok haqidagi videomizga xush kelibsizlar. Qani ketdik. Biz Bangkokga yetib keldik. Bangkok shahrida ikkita aeroport bor. Suvarnapum va Don Muang. Agar Toshkentdan uchsanglar, Suvarnapum aeroportiga kelasizlar. Tailandga kelganingizda, Bangkok bu Tailandning poytaxti. Sizlarga viza kerak emas, 2 oy vizasiz tursanglar bo'ladi va 2 oydan keyin yana 1 oyga cho'zdirsanglar bo'ladi. Ya'ni 90 kun vizasiz tursanglar bo'ladi bu yerda. Faqat kelganingizda arrival card degan narsa bor. Shuni onlayn to'ldirib qo'ysanglar bo'ldi. Yana bitta qiziqarli fakt, Suvarnapum aeroporti 100 xil avialiniyalarga xizmat ko'rsatadi va bu aeroport aeroportning o'zidan shahargacha Aeroport Rail Link degan metro bilan ulangan va 20-30 daqiqaning ichida siz shaharning markaziga yetib olsangiz bo'ladi aeroportning o'zidan. Aeroportga yetib kelganingizda hozir ekranda chiqadi taksi chaqirish uchun Bolt va Grab degan ikkita ilova bor. Shularni yuklab olsanglar, taksi arzonroqga chaqirib olsanglar bo'ladi. Chunki ko'chadan agar taksi to'xtatsanglar 2 barobar qimmatroq bo'ladi. Shahar markazigacha odatda highwaydan tez yurar yo'ldan sizlarni taksi olib borib qo'yadi. Highwayga alohida pul to'lashingiz kerak bo'ladi. O'rtoqlar, biz Tailandning qirol saroyiga kelyapmiz. Grand Palace deyiladi. Bangkokda joylashgan, juda ham chiroyli 1784-yilda qurilishi boshlangan Grand Palace, ya'ni qirol saroyini Ramo 1-qirol tomonidan qurilish boshlangan va hozirgi qirolgacha hamma qirol shu Grand Palace'da yashab, ish faoliyatini olib borishgan. Hozir qirol saroyiga kirishga harakat qilamiz. Soat ertalab 9:30 bo'ldi. Ozgina kech qoldik. Qirol saroyi 8:30 da ochiladi. Chunki agar 8:30 ga kelsanglar, odam kamroq bo'ladi va bemalol kirib, aylanib, kam odamda tez aylanib 1 soat 1,5 soatlik joy aylanib chiqsanglar bo'ladi va qirol saroyida izumrudniy Budda bor. Hozir borib ko'ramiz. Yo'limiz ozgina qoldi. Xudo xolisa 5 minutlik yo'limiz qoldi. 5 minutda qirol saroyiga yetib olamiz. Hamma vazirliklar, boshqaruv organlari, davlat boshqaruv organlari mana shu qirol saroyi atrofida joylashgan. O'rtoqlar, biz yetib keldik. Qirol saroyiga Grand Palace deyiladi. Bangkokning eski shaharining markazida joylashgan. Chao Phraya daryosini shundoq bo'yida. Hozir sizlar bilan kirishga harakat qilamiz. Bilet oldim. Biletning narxi ko'rishingiz mumkin. 500 baht. Qirol saroyiga kirish naqadar chiroyli va naqadar go'zal ko'rishingiz mumkin. Mana bu yerda tekshiruvlardan o'tasizlar. Va bitta narsani bilinglar, bu yoqqa kelayotganda videoga olish mumkin emas ekan. Rasmga olaman desanglar o'tkazib yuborishadi va mikrofoninglarni bekitib ishlatsanglar bo'ladi. Dronlar haqida umuman gapirish hojati yo'q, chunki dronlarni bu yerda ishlatib bo'lmaydi. Hozir men sizlarga ko'rsataman. Mana bu yerda katta qilib yozib qo'yilgan dronlar mumkin emas degan. Kiruvishinglar bilan sizlarni mana bunaqa haykal, askarlarni haykallari kutib oladi. Qaranglar, qanaqa chiroyli. Hammasini yuzi bitta joyga qarab turibdi. Ya'ni kirib kelayotgan odamlarga, mehmonlarga ular xavfsizlik ramzi. O'rtoqlar, biz mana qirol saroyiga kirdik. Devorda tilla suv bilan yurg'izilgan rasmlar bor, juda ham chiroyli. Butun devor shunaqa rasm. Bu Tailandning tarixiy bir momentlari, tarixiy nimalari mana shu rasmga tushirilgan, chizilgan. Ko'rishingiz mumkin. Bularning xudosi yaxshi xudo bilan yomon xudo urishadi endi. Har bitta nimadagi. Mana turistlarning ko'pligini qaranglar. Juda turistlar ko'p. Va rassom juda ham katta mehr bergan. Endi oddiy rassom menimcha qirolning uyida chizmasa kerak. Detalizatsiyasi juda ham kuchli. Detalizatsiyasini ko'rishingiz mumkin. Mayda detallari ham juda ham zo'r
chizilgan. Biza Tailand qirol saroyidamiz. Chiroyliligini qaranglar. Mana bu tilla. 100% tilla. Mana shu xram 1782-yilda qurilgan ekan. Izumrudniy Budda xrami hisoblanadi va bu yerda dunyodagi eng katta izumrudniy Budda joylashgan. Bu Buddani qirol o'zi keladi. Har doim qirol o'zi kelib, 1 yilda 3 marta Buddani kiyimini almashtirar ekan. Qiziq. Binoni qaranglar, nechta toshdan, nechta qimmatbaho toshdan qo'l bola qilib, qo'l mehnati bilan yasalgan, qurilgan. Juda chiroyli. Bizi Grand Royal Palace, ya'ni buyuk qirol saroyidamiz. Tailandning eng muhim va eng chiroyli joylaridan biri hisoblanadi. Bu joy o'rtoqli Bangkokda joylashgan. Shuni ko'rishingiz mumkin. Joyni qaranglar, chiroyliligini. Izumrudniy Buddaga yuringlar, birga kirib chiqamiz. Sizlarga vaqt ekonom qilaman. Sizlar pul ishlatmasdan Toshkentda o'tirib, mazza qilib, issiq choy damlab, shirin oshlardan keyin shu videoni ko'rib o'tirgan bo'lsanglar, bitta like bosib qo'yinglar. Osh rosali sog'inganman. O'zimizni o'zbekimni ovqatiga qo'ymasin. Bu yerda qaranglar, qanaqa chiroyli. O tepada izumrudniy Budda, o'sha izumrud toshidan Budda. Xullas o'rtoqlar, men qilgan xatoni qilmanglar. Bu yoqqa vaqtli kelinglar, 8:30 da kelinglar. Men 1 soatga kech qoldim. Odamdan sho'rva bo'lib yotibdi, juda ko'p odam. Lekin ishoninglar, Grand Palace kelishga arziydi. Juda ham chiroyli. Hozir izumrudniy Buddaga kirdik. Ichkarisiga va videoga olish mumkin emas ekan, umuman mumkin emas. Bir 20 tami 25 ta jangari politsiyskilar turishibdi, miltiqlar bilan. Cho'zib tashlaymiz deyishdi, videoga olsanglar, videoga olmaylar deyishdi. Xo'p bo'ladi dedim. Endi aytilgandan keyin qilinish kerak edi. Biz qonunga rioya qilamiz, qonunga xilof qilmaymiz deydi-yu. Ketdik, boshqa joylarni aylanamiz, boshqa joylarni ko'rsataman sizlarga. Izumrudniy Budda, bu yerda qirollar, mana Tailandning qirollari, hozirgi qirol Rama 10 va uning adasi Rama 9 rahmatli. Shular hammasi mana shu yerga kelib sig'inishgan. Shunga bu yerda xavfsizlik juda ham kuchli, ichkarida videoga yoki rasmga olish mumkin emas. Bu esa Sri Ratana Cheji tilladan yasalgan buddistlarning nimasi sig'inadigan joy. Juda chiroyli. Mana qaranglar. Juda ham chiroyli. Ba'zi binolar hattoki biletni pulini to'lashinglar ham kirish mumkin emas. Mana bunaqa misol uchun bino tilla va izumruddan qilingan, tillani mazakalardan qilingan va yo'llari yopiq. Bu yoqqa naryoqda darvozasi ham turibdi, darvozasi ham yopiq, chunki bunaqa joylarga bu yerda qanaqadir maxfiy narsa bo'lishi mumkin va bu yerda faqat qirol va qirol oilasi, juda yaqin oilasi, ya'ni o'zini yaqin oilasi kira oladi. Uzoq qarindoshlari ham kirishga ruxsat yo'q. Grand Palace ga, ya'ni qirol saroyiga kelganinglarda birinchi bo'lib qirol saroyi ibodatxonadan boshlanar ekan. Ibodatxonadan o'tganinglardan keyin qirol saroyining o'zi boshlanadi. Qirollar yashagan joyi. Hozir o'sha yerga ketyapmiz. Biz ibodatxonalarini ko'rdik. Juda ham chiroyli, mana bunaqa chiroyli gullarni ekib qo'yishibdi. Juda go'zal. Qirol yashash saroyiga ketyapmiz hozir. Kiruvrishi mana bunaqa ekan, juda ham chiroyli. Ajoyib. Hozir shundan shu bo'ylab qirol yashash saroyiga o'tamiz. Devorlarga rosali mehr berilgan, juda ham chiroyli.
o'sha zamonda bu 5-asrlarda qanaqa yashashganligini tasvirlab berishgan. O'rtoqlik Qirol saroyi Grand Palace 1738-yilda asos solingan. Rama 1-qirol tomonidan Bangkokka poytaxt o'tgandan keyin shunaqa Qirol saroyiga asos solingan va Qirol saroyi qurilishi boshlangan. Daraxtlarni qaranglar qilinganini. Bog'bon rasali mehr berib ishlagan daraxtlar juda ham chiroyli. Mana bog'bon amakining o'zlari menimcha suv sepyaptilar. Mana. Wow. Dahshat. Juda ham chiroyli. Grand Palace o'rtoqlar 1782-yildan 1925-yilgacha Siam qirolligi, hozirgi Tailand qarorgohi bo'lgan saroy Chao Phraya daryoni yon bag'rida joylashgan. Bu saroy juda ham chiroyli. Umumiy maydoni 21 gektardan oshiq. Hozir men sizlarga ko'rsataman. Juda qiziq fakt. Yaqinda o'qib chiqdim bu haqida. Mana bu tashqaridagi hovli, tashqari hovlisi va mana bu binoda ilgari qirol vazirlari, yordamchilari o'tirishgan. Ya'ni qirol o'zini saroyidan tashqariga chiqmagan va chiqishga hojat bo'lmagan. Buni qirol saroyi o'zi. Juda ham chiroyli bino. Va eng qizig'i qirol saroyida bog'lari ikkiga bo'lingan. Ya'ni bitta bog'ida shu vazirlar, yordamchilari o'tirgan bo'lsa, ikkinchi bog'ida, ya'ni shuni orqasida yana bitta bog' bor. Bu bog'da qirol ayoli, ayol kishilar va u joyga qiroldan boshqa hech kim kirishga haqqi bo'lmagan. Bugungi kunda bu butun kompleks muzeydagi, bu yerda qirol kamdan kam keladi, bu yerda yashamaydi. Hozirgi qirol Rama 10 hozir rasmi chiqadi. Ya'ni Tailandda shu Tailand qirolligi bo'lgandan keyin o'zi 10 ta qirol, hozir 10-qirol. Qirol o'zi odatda davlat bilan boshqarmaydi. Tailandda premyer ministr boshqaradi. Davlat bilan qirol bu davlat umuman ramzi va qirol bu bir buyuk shaxs. Qiroldek hech kim bo'la olmaydi. Hech qachon harakat qilsa ham shunga. Lekin mana shu bog'boniga besh ketdim. Qirolli bog'boni juda ham zo'r odam ekan. Juda ham chiroyli daraxtlarni kesib, sarishta ozoda qilib qo'yishgan. Endi qirolli bog'boni bo'lgandan keyin shunaqa bo'ladi deb o'ylayman. Hozirgi qirol Rama 10-qirol, uni adasi Rama 9-qirol, bu qirollarning qiroli deyshadi. Tay xalqi 9-Ramani, ya'ni hozirgi qirollar adasini juda ham yaxshi ko'rishadi va hurmat qilishadi, chunki Tailand xalqi uchun, rivojlanishi uchun, xalq yaxshi yashashi uchun juda ham katta hissa qo'shgan qirol bo'ladi. Turistlar juda ham ko'p. Bugungi kunda bu xuddi emas, bugungi kunda bu muzey, ekskursion joy, odamlar kelib aylanishadi, dam olishadi va tarixiy obidalarni, madaniy meroslarni ko'rishadi Tailandni. Endi mana shu qirol saroyida. Islom o'rtoqlar, Bangkok dunyodagi eng issiq poytaxt hisoblanadi. Chunki yil davomida bu yerda havo harorat darajasi eng pasti kechasi 25 gradusga tushadi va eng balani bu 34-35 gradus bo'ladi va Bangkokda emas, umuman Tailandda eng issiq oylar mart, aprel, may oylari bo'ladi. Bu oylarda juda ham issiq bo'ladi, chunki namlik ham baland bo'ladi. Namlik 80% dan oshuv bo'ladi. 80% dan oshuv bo'lgan namlikda 34-35 gradus issiq, bu juda issiq, nafas olish ham qiyin bo'lib qoladi. Shunga Tailandga dam olishga yoki aylanishga kelishinglardan oldin albatta vaqtni qaranglar, mart, aprel, mayga tushmagani yaxshi. Eng zo'r oylardan biri bu iyul, avgust, chunki sezon bo'lmaydi. Sezon bo'lmaydi degani odam juda ham kam bo'ladi bu yerda va kelish biletlar va hamma narsa Tailandda arzon bo'ladi, narxi 2 barobar arzon bo'ladi. Endi eng visoki, eng baland sezon bor, dekabr, yanvar, fevral oylari 3 oyda eng baland sezon. Dengiz tinch bo'ladi, tekis bo'ladi. Dengizlar, misol uchun ko'pchiliklar Tailandga dengiz uchun kelishadi. Dengizda to'lqinlar bo'lmaydi, mazza qilib cho'milsa bo'ladi dengizda. U payt endi narxlar ham qimmat bo'ladi, hamma narsa qimmat bo'ladi. U payt kelganinglarda
boqliroq oldindan biletinglarni, oldindan mehmonxonalarni, oldindan hamma narsani bron qilib pulini to'lab qo'ysangiz sizlarga arzonroqga tushadi. O'ylaymanki, bu maslahatlarimiz sizlarga foyda olib keladi. Videoni oxirigacha ko'ringlar, o'tkazib yubormanglar. O'rtoqlar, Bangkokka markazida Brahma degan xudosining statuyasi bor ekan. Buddizmda juda qiziq. Bangkok markazida qaranglar, kelishinglar bilan mana bu yerda Murat bunaqa 100 batga bunaqa narsalar sotishyapti. Bular podnosheniya deyiladi. Ya'ni biz Qurbon hayitida qo'y so'yamiz, qurbonlik qilamiz. Xuddi bularning qurbonligi mana bunaqasi 100 bat ekan, mana bunaqasi 300 bat ekan, bunaqasi 500 bat ekan. Murat mana shunda sotar ekanlar va mana bu yerda har xil shunaqa narsalar bor ekan. Shu xudoga bularning xudosiga, uzr, Brahma degan xudosiga Bangkokning markazida hamma kelib mana shunaqa hozirlar ko'rsam, bunaqa gulni qo'yishar ekan. Gulli va mana bunaqa svechka deydimi, shag'am yoqib qo'yishga yog'ochdan qilingan shunaqa narsa qo'yib qo'yishar ekan. Bu tilladan qilingan. Tilla va qanaqadir qimmat toshlar. Shundoq markazda Sukhumvit ko'chasida Central World'ning oldida mana videoga ham tushyapti. Mana bunaqa sig'inishyapti. Juda ham qiziq. Va mana bu yerda tilla nimalar? Endi rostakasm tilla emas, filla. Tillani suvi yurg'izilgan filla ekan. Dahshat. Juda qiziq. Mana bu BTS metro yuradi. Mana bu yerda eng katta supermarketlardan biri. Biz Bangkokning eng markazidamiz. Shuncha odam, juda ko'p odam o'chirda turishibdi va o'zlarini xudosiga, shu Brahma xudosiga sig'inishar ekan bu yerda. Dahshat. Ko'rishingiz mumkin. Kelib mana bunaqa sig'inib va mana bu yerda gullarni qo'yishar ekan. Odamning ko'pligini qaranglar. Odam juda ham ko'p. Mana bu yerda raqslar bo'lyapti. Wow, raqslar bo'lyapti. Bular Tailandning milliy kiyimi, qaranglar qanaqa chiroyli. Juda chiroyli. Juda chiroyli va mana bu yerda muzika chalishyapti, qaranglar. Tailandning o'zining milliy asboblarida chalishyapti. Men yoshligimda bunaqa ksilofon chalishni bilardim, ksilofon chalardim. Bratam yomon zo'r chalyaptilar, qaranglar. Wow. Bular o'chiritdan bular bitta narsa sotib olib, bu yoqqa pul to'lashar ekan. Pul to'lashgandan keyin bular xuddi nima deydi? Ashula aytib Xudoga sig'inib berishadi. O'tirishda soqqani qaranglar, soqqani, voy. Normal soqqa topishyapti bularni. Odamlar o'chirda turishibdi. Mana bu yerda
menimcha pul to'lanadi va pul to'laganinglardan keyin shu sizlarga o'zini milliy ashulalarida ashulalar aytib berishadi. Ana xudosiga juda ham qiziq, juda chiroyli va eng qizig'i mana bu Taylandning o'zini milliy kiyimiga qaranglar, juda ham chiroyliligini dahshat. Xullas, bu bir opit o'rtoqlar, bir experience deydi. Agar vaqtinglar bo'lsa, Bangkokda bo'lganinglarda shunaqa joylarga kelib, bir boshqalarni qiziq hayotini o'rgansanglar, dunyo qarashimiz albatta keng bo'ladi va o'rtoqlar, xullas Bangkokda aylanib kofe ichmoqchi bo'lsanglar, men sizlarga hozir juda ham zo'r joyini ko'rsataman. Kofe qilishadi. Mana bunaqa Empire Tower deyiladi. Empire Towerga bundan kirish joyi, kirganinglarda kirasizlarda to'g'riga nima shu ikkita eskalatorni o'rtasiga tushishinglar kerak bo'ladi. Bu joyni juda ham ko'pchiliklar bilmaydi, lekin Bangkok uchun, Bangkok videosini ko'rayotgan aziz o'rtoqlarim, aka, ukalar, opa-singillar uchun shu joyni ko'rsataman. Kelganinglarda xudo xolasa Bangkokda mazza qilib zo'r kofe ichsanglar bo'ladi. Mana Empire Tower. Bu yerda mana bunaqa zo'r odamlar turibdi. Savadika. Okay. Mana bu yerda lift bor. Lift va mana bunaqa okay kap. Mana bunaqa juda ham chiroyli dizayn qilingan, qaranglar. Oppoq daraxt, hamma joy oppoq, juda go'zal va liftga mana bunaqa tap qilinsa ochilar ekan. Lift emas ekan, bu koridor ekan. Wow. Chiroyliligini qaranglar. Dahshat. Va bu hammasi atiga bitta kofe uchun bu yoqqa kelsanglar bo'ladi. Sorry. Wow. Ichkarini qaranglar chiroyliligini. Dahshat dizayn qilingan. Kapuma kap. Sorry. Thank you. Xullas, biz hozir Arabikaga chiqamiz. Arabika 55-qavatda ekan. Liftdan chiqamiz. Hozir men sizlarga liftni tez chiqishini ko'rsatmoqchiman. Qaranglar. Hozir biz 10-chi, 11-chi, 12-chi etajda. Xullas, juda ham tez chiqyapti. Bu yerda undan tashqari, Arabikadan tashqari bir necha boshqa restoranlar ham bor ekan. Nobu degan restoran bor ekan, 58-etajda, lekin biz 55ga chiqsak, siz 55-etajga chiqsangiz shuni o'zi yetarli bo'ladi. Chiqib bitta kofe ichib ko'ramiz va o'ylaymanki, sizlarga bu joy yoqadi va Bangkokka kelganinglarda albatta bu yoqqa kelib mazza qilib kofe ichsanglar bo'ladi. O'rtoqlar, xullas biz 55-etajga chiqib oldik. Dizaynini qaranglar, qanaqa chiroyli. Mana bu yerda mana bunaqa oydagi katta bitta shar turibdi va oppoq, juda ham chiroyli koridor, yo'lakchalari va mana shu yerdan liftdan chiqdik-da. Men sizlarga sal ichkariroqdan ko'rsatdim. Arabika degan joy. Mana bunaqa Arabika va Craft va Invitation Only degan kafelar bor. Mana bu Craftda tayyorga ovqatlar qilinsa kerak. Bizga Craft kerak emas, bizga mana bu Arabika joy kerak. Bu yerdan vidni qaranglar, qanaqa chiroyli o'rtoqlar. 55-etajdan biz qaytarib o'taman. 55-etaj butun Tailand, butun Bangkok. Tailand emas, uzr. Butun Bangkok xuddi qo'lingizdagi. Bu kofe qiladigan joy. Arabika o'zi Yaponiyaning brendi. Juda ham chiroyli, dizayni minimalistik darajada qilingan. Mana bunaqa juda ham zo'r kofe mashinkasi bor. Shunaqa kofe mashinkada kofe qilib berishadi va mana bu yerda har xil narsalar, brendlari sotiladi. Bu yoqqa kelib kofe olib, kofe olganinglardan keyin mana bunaqa joyda mazza qilib nima shu binoga qarab o'tirsanglar bo'ladi. Bu binoning nomi Mahanakhon deyiladi. Mahanakhon Tower deyiladi. Bangkokda va Tailandda ikkinchi o'rinda turadi balandligi bo'yicha. Albatta bu binoga ham hozir chiqamiz sizlar bilan. Lekin u binoga chiqishdan oldin kelinglar bitta kofe olaylik, bitta kofe ichamiz va qo'shni binoni tomiga chiqib
kun botishini tomosha qilamiz. Xullas, kofeni oldik va eng qizig'i, agar kofe ichgani kelganinglarda, eng qiziq narsa mana kofem va mana bu yerda mana shu kofeni mana shunaqa manzara bilan birga o'tirib ichsanglar bo'ladi. Juda ham chiroyli manzara va hozir oradan sizlar uchun 1 sekund o'tadi va biz mana shu katta binoni Mahanaxon binosini tomiga chiqib olgan bo'lamiz. Qani ketdik. Xullas biza King Power Mahanaxon degan binoga keldik. Ko'rgani tepasiga chiqqani, bu degani buyuk shahar degani. Bangkokning to'liq nomida bu so'z ham bor albatta. Ko'rsanglar bo'ladi. King Power, ya'ni qirol kuchi, Mahanaxon Skywalk. Mana shu bino. Qaranglar, juda ham chiroyli, piksellarga o'xshaydi, xuddi kompyuterning o'yinida bir zboy bo'lganda va buzilib ketayotganga o'xshaydi bu bino. Juda ham chiroyli. Bu bino 314 metr balandligi, 314 metr va agar adashmasam hozir sizlarga aniqini yozib qo'yaman. Mana bu yoqqa 77 qavatdan iborat. 77 qavatdan iborat. Kirish narxi esa 1000 baht, 30 dollar. 1000 baht 30 dollar bo'ladi bugungi kunga. Hozir biz bilet olib, ichkariga kirib, tepaga chiqib sizlarga juda ham chiroyli joylarni ko'rsatishga harakat qilaman. Xullas, ichiga kirib oldik. Hozir tepadan tushgandan keyin sizlarga bitta juda ham zo'r life hack ko'rsataman. Biletning o'zining narxi 1300-1500 baht ekan. Mana qaranglar, bunaqa joy. Mahanaxon Skywalk. Yoqqa chiqqanimizda 50 sekundda 77-etajga chiqamiz deyapti. Qaranglar, va bu yerda video bo'lar ekan. Hozir videoni ko'ramiz sizlar bilan birga. Wow. Gap bo'lishi mumkin emas. Quloq bityapti lekin. Zo'r qilishibdi liftgacha. Liftgacha faqat televizor bo'lib yotibdi va sizlarga qurilayotgan proyektorning balandligi chiqayotganimizni ko'rsatyapti. Mana 72-chi, 73-chi. Okay, so the fourth water left please for Skywalk ticket นะครับ 74-chi etajdan biz. Toilet to look of Skywalk by Escalator please. Chiroyliligini qaranglar. Juda chiroyli. 74-qavatdamiz. Va eng qizig'i butun Bangkok xuddi qo'linglarda deydimi? Qanaqa deydi ana? Mana bundoq. Butun Bangkok shahri. Qaranglar, naryoqda mostlar bor, juda ham chiroyli tilla arqonlar bilan mushab turgan mostlar. Xullas 74-etajdan biz yana tepaga ko'tarilib ketyapmiz. 78-etaj va смотровой площадкasiga ketyapmiz. O'sha eng tepa tomidagi. Xullas, xohlasanglar liftni kutishinglar mumkin, lekin biz yana chog'masmiz. Biz anaqa dahshat zinadan 2 etaj tepaga chiqa olamiz. Qiynalmasdan, xudo xolasa. Juda chiroyli. Futuristik dizaynda yasalgan. Bilasizmi, eng qizig'i, men sizlarga hozir sal ma'lumot beraman. 314 metr 6 yil davomida qurilgan va bu binoni qurish uchun 620 million dollar sarflangan. Juda qisqa vaqt ichida sifatli, chiroyli, unikalniy bino qurilgan va bu bino juda ham katta pul olib keladi bugungi kunda butun Tailandga. Tepada chiroyli restorani bor ekan. Qaranglar. Juda ham issiq. Biz xullas tepaga chiqib oldik. Mana bu yerda
Rasmga tushadigan joylar. Look here deb qo'ygan. Do you dare? Qo'rqasanmi deyapti. Mana qaragin. Past ko'rinyaptimi, sizlarga yo'qmi? Chiroyliligini qaranglar. Shaharda nechta osmono'par binolar bor. 77-etajdan biz bu yerda DJ muzika o'ynayapti. O'ylaymanki YouTube meni videoyimni ban qilib qo'ymaydi bu video uchun va go'zalligini qaranglar buni. Mana bu DJ bu yerda tepaga chiqadigan joy va odamni qaranglar. Biz hozir 311 metrdamiz. Mana 311 metr va tepaga chiqishda davom etamiz. Erinasanmi deyshadi, umuman erinmayman. Sizlar uchun chiroyli joylarni ko'rishda, ko'rsatishda erinish degan so'zni ishlatish menimcha xato bo'ladi, chunki bu kontent O'zbekiston xalqi, o'zbeklar uchun, o'zimni vatandoshlarim, o'zbek tilida gapiradigan odamlar uchun. Qaranglar qanaqa chiroyli joy. Dahshat. Juda ham chiroyli. Yetmish yettinchi etajga chiqib tepani ko'rdik. Chiroyli, lekin bizga kerak bo'lgan narsa mana bu bo'ladi. Pon Bangkok iTilt degan narsa bor. Kishi boshiga 450 bahtdan to'laysizlar. Bu 13 dollarga yaqin pul va mana bunaqa eksklyuzivniy nimada 3 teli bo'ladi. Sizlarga mana bunaqa sertifikat beradi. Chiqqaninglarga shunga qani chiqib ko'ramiz. O'rtoqlar, xullas hozir chiqamiz. Sizlar bilan birga kamerani olishga ruxsat berishmadi. Xudo xolasa o'zingizlar kelganinglarda o'zingizlar bu narsani hissiyotini ko'rasizlar. Qo'limga anaqa soat taqishda yurak urishini ko'rsatib turadi. Mana bu yurak urar ekan. Necha yurak urishim? Which one is mine? It's B. That's This one. 98 uryapti yuragim. 97. Sal hayajondaman, jonim qanday aytaman. Chunki 75-etajdan pastga qarash juda qiyin. So if I say stop, you will Yes, I will stop to you. All right. Thank you so much. You can grab the net. Can I keep this one? This one maybe not comfort when you go down, but I recommend you grab the net over there and then lie the body down. All right. Just lay the body down. Juda qo'rqimchili o'rtoqlar, juda ham qo'rqimchili. Tepadaman. Okay. Ko'rinyaptimi yo'qmi sizlarga, lekin 2, 1. juda qo'rqimchili. Tepadan voy. Voy. Dahshat. Wow. Okay, you can stop. Actually, a little bit. Just touch the maximum number. Okay. Wanna go down a little bit? No, I want to stop. Wow. O'rtoqlar, vashchi qo'rqimchili ishoninglar. Just a little bit, and you can touch that like your left hand side. A little bit. No, Try. no, it's okay. Let's go back. Wow. Men o'zi tepalidan qo'rqaman, lekin pulini to'lab qo'yganim uchun chiqdim. Ishoninglar, mazzalarni qochirib qo'yadigan darajada tepalidaman. 305 metrmi? 300 metr tepalidaman. Wow. Voy, alhamdulillah, Xudoga beadad shukr. Xudoga shukr chiqmaganimga. It's okay. Juda qo'rqimchili. All right. Thank you so much. Yeah. You can write your name on the paper, that one, Yeah. the certificate. Xullas yuragim 100 uryapti. 100.
ishoninglar, vashim boshqacha. Tepadan pastga qarash, xuddi tepadan pastga sizlarni qushdagi qo'yib yuborayotgandek, pastga uchib ketayotgandek 300 metrdan tepalikda. Bu narsa arziydi. Men sizlarga hozir ko'rsataman, qanaqa qo'linglarni ushashinglarni. Mana bunaqa joyda boshinglar chiqib turadi-da, qo'linglarni mana bunaqa ikkita qo'l tushgandek qo'linglarni ushaysizlar-da va mana joy. Xullas gap bo'lishi mumkin emas. Boshqa chiqmayman bunaqaga. Boshqa narsa qilish yo'q. Xullas o'rtoqlar, biz Skywalk degan joyga keldik. Shu Nahon Skywest Present degan joy. Mana bunaqa joy. Bu yerda birinchi bilan 6-xonada videoga olib bo'lmaydi, chunki lazerlar bor ekan. Qolgan xonalarda videoga olib bo'ladi. Hozir ko'ramiz qanaqaligini. O'rtoqlar, 3-xonasini qaranglar, juda ham chiroyli ekan. Kelinglar birga aylanamiz sizlar bilan bu yerda. Multfilmga tushib qolganga o'xshaydi odam. Zo'ra? Mana bunaqa zo'r nimalari bor ekan. Video effektli nimalari chiqasizlar. Xullas, hozirga ko'rsataman. Mana bunaqa chiqasizlar. O'tirasizlar. Yo'q, bismillahirrohmanirrohim. O'tirasizlar. Va bo'ldi. Qayiqda suzib ketaverasizlar. Mazza qilib, aylanib. Zo'ra? Voy, bolalar bilan kelsanglar mazza qilasizlar. Bolajonlarni olib kelsanglar albatta mazza qilasizlar. Bolajonlarni mazza qilib aylantirib, shunaqa chiroyli joylarda videolarga, rasmlarga tushib ketsanglar bo'ladi. Voy. Filippinda esinglarda mana shunaqa kit bilan suzuvdim. Kitovaya akula deyiladi. Gap yo'q. Juda chiroyli spetsifeklar. Kichkinagina xona. Bunaqa ko'p narsa emas, mana bunaqa kolonnalarda monitor spesialni shu svetodiodli monitorlar qilingan, o'ng chap tomonga va ko'rishingiz mumkin qanaqa effekt. Chetlari oyna. Chetlari oyna, hozir qorong'i bo'ldi va qalay. Zo'ra. Xullas o'rtoqlar, Makanahonga kelsanglar, Bangkokdagi eng baland bino 314 metr. Kun botishiga kelinglar, 5:30-6:30 daga kelinglar. Hozir sizlarga bitta lifehack ko'rsataman, qanaqa biletlarni bu yoqqa arzonroq olish uchun. Chunki biletlarning narxi $30 emas ekan, $50 ga yaqin ekan. Biletlar agar kelib shunday ko'chadan sotib olsanglar, lekin agar sizlar Trip yoki Clock degan prilojeniylar bo'lsa, telefoningizda hozir mana bu yerda va bu yerda logosi chiqadi bu prilojeniyalarni. Agar shu prilojeniyalarni o'zingizga yuklab olgan bo'lsanglar va registratsiyadan o'tgan bo'lsanglar, o'sha yerdan ekskursiya sotib olsanglar bo'ladi. 2 baravar, ba'zi payt 3 baravar arzonga olsanglar bo'ladi. Ya'ni $50 narsani $15-10 ga sotib olsanglar bo'ladi. Biletni arzonroq chiqadi va kelganingizda albatta pulni tejaysizlar va mazza qilib eng baland binoni tomida aylanib, juda ham katta chiroyli manzaralarni ko'rib va lazerni shoular hammasini ko'rib, mazza qilib kun botishini panoramik nima deydi? Panoramik view deydimi? O'zbek tilida nima deydi? Panoramik xullas, panoramik view ni ko'rib
butun Bangkokni baland binolarni ko'rsanglar bo'ladi. Shunga videoni shu nuqtasigacha ko'rgan bo'lsanglar juda ham katta rahmat sizlarga. Like bosib qo'yinglar, like bosishingizdan chiqmasin va albatta obuna bo'lib qo'yinglar kanalga. Xudo xolasa bundan keyin juda ham zo'r videolar hali yana oldinda chiqadi. Ketdik, biz esa keyingi nuqtamizga ketyapmiz. Qani ketdik. Icon ice cool. Yes, icon is say hello. สวัสดีครับ สวัสดีค่ะ ไทยแลนด์นะ Icon Shamga bormoqchimiz. Qayiqda, paromda mana bunaqa bilet berishdi. Sizlardan bizda ham shunaqa qog'ozli biletlar bo'lardi. Avtobus, trolleybusdachi bir martalik bilet. Hayotimizda ham bir martalik biletdi. Bu yerdan sotib oldik. Mana bu yerdan tushirib oldik. Xullas hozir qayiqqa chiqib Icon Shamga boramiz, xudo xolasa. O'rtoqlar, Icon Shamga kelganinglarda, qayiqdan tushib ichkariga kirganinglarda birinchi bo'lib sizlar food courtga kelasizlar, ya'ni bu yerda ovqat sotishadi. Juda har xil mana. Ko'rishingiz mumkin, ovqat bozor bo'lib yotibdi. Торговый центr birinchi etaji. Hamma joyda ovqat, har xil ovqatlar. Mana bu nimaligini men bilmayman. Kimlarni ham suyagi. Guruch, mana bu krevetkalar. Voy. Mana bu cho'chqa bo'lsa kerak, tavba qildim. Va bu ovqat bozor. Dizaynini qaranglar, ovqat bozorini qanaqa qilib qo'yishgan, shu nima deydi, food courtini juda ham chiroyli, o'zini milliy an'anaviy stilida qilingan. Menga juda ham yoqdi. O'rtoqlar, hozir mevalarning qiroli billa durianni yeb ko'ramiz. Nomi durian. Durianni mazasi va hidi juda ham kuchli, sassiq hid deyishadi. Hozir o'zim yeb ko'rmoqchiman. Tailandda 4 yil yashab bir marta ham yemaganman. Okay, kapsken demek ha? Hozir birinchi pulini to'lab olishimiz kerak durianni. Kichkina nimasi 200 baht ekan. Hozir Xo'p, durian. Mana durianni ko'rsanglar bo'ladi. Shunaqa meva, o'zi mana bunaqa yashil bo'ladi, katta bo'ladi. Mana bu tozalashyapti bu durianni. Xullas kelinglar, mana bu yerda yeb ko'ramiz. Bismillahirrohmanirrohim. Buni mazasi yaxshi. Mazasi yaxshi. Bu shirin ekan, javnaqa sassiq emas. Lekin buni har xili bor. Buni sortini hozir men sizlarga so'rab beraman sotuvchidan. Can you tell me what's the name this one? Ganyao. Ganyao ekan, sorti. Xullas kelganinglarda mana shu durianni olib ko'ringlar, yeb ko'ringlar. Ganyao mazasi juda ham zo'r ekan. Men o'zim mana yeb ko'rdim. Menga yoqdi. 4 yil Puketda yashab bir marta ham yemaganman. Bugun Bangkokda yeb ko'rdim. Menga juda ham yoqdi, zo'r ekan. Ko'rta ovqat juda ham ko'p, halol ovqatlar ham bor. Halol ovqatlarni ham topsanglar bo'ladi. Telpen to'g'rilab qo'ymasam bo'lmaydi. Mana bu yerda qaranglar. Anorlar ham sotishadi, anordan sok ham sotishar ekan. O'rtoqlar, agar Bangkokda bu noodatiy narsa yemoqchi bo'lsanglar, endi yeylar deb tavsiya qilmayman. Shu Icon Shamga kelganinglarda mana bunaqa do'koncha bor ekan. Mana bu yerda qovurilgan tarakan, mana bu yerda qovurilgan chayon, zahri ham bor ekan, 150 bahtdan qovurilgan chayon. Mana bunaqa skalapendre bor. Bu bilmayman qanaqa o'zbek tilida bo'ladi, lekin bu ham dahshat va eng qizig'i o'rtoqlar, mana bunaqa o'rgimchiklar bor ekan, qaranglar. O'rgimchiklar 500 baht ekan. Mana bu yerda butun nimalar bor, oti nima edi? Qurt qumursqalar bor. Xullas, agar Bangkokka Icon Shamga kelsanglar, mana bu bratni oldiga kelasizlar. Mana shu brat, mana shu yerda полностью
qumursqa nimalarni sotar ekanlar. Dahshat, ba'zilarga yoqadi, ba'zilarga yoqmaydi. Bilmayman, lekin afrodiziak deyshadi. Foydasi bor deyshadi. Endi foydasi bor deb hamma narsani yuvirish ham xato deb bilaman. Shunga o'zingizlarga qaranglar, agar yoqsa kelib tatib ko'rsanglar bo'ladi shunaqa narsalarni. Meva-chevalar va Tailandda juda ham mashhur mango sticky rice degan ovqati bor. Mana bunaqa guruchni kokosovый sut bilan aralashtirib, oldiga mango kesib berishadi. Hozirga ko'rsataman mana bunaqa. Foto dumaloqchalarni. Guruchlarga endi rang berilgan, 4 xil guruch rang berilgan va shunaqa idishga solib berishadi, oldiga mango kesib qo'yib berishadi. Bu mango sticky rice bo'ladi. Shu food court juda ham zo'r. Aykansiami food court eng zo'r food court, eng kaloriyli food courtlardan biri. Kelganinglarda albatta bu food courtni aylanib, shirin-shirin har xil qiziqarli ovqatlarni yeb ko'rib dam olsanglar bo'ladi. Oila bilan kelsanglar undan ham zo'r. Aykansiamni food courtida o'rtoqlar qaranglar. Krokodilni go'shtidan kabob qilib sotishyapti. Mana bu yerda krokodildan barbekyu 100 baht ekan. Mana shu krokodilni go'shti ekan. Mana bu yerda bitta krokodilni tumsoqni osib qo'yishibdi. Tumsoqni bechara og'zi ochiq bo'lgan. O'lishdan oldin. Mayli, biz krokodil yemaymiz. Krokodil yeydigan o'z odamlari bor. Hozir mana bunaqa do'konga keldim. Tarvuzlarni taxlab qo'yishibdi va tarvuzli sok qilyaptilar. Sinimiz ham bunaqa juda ham zo'r. 60 bahtdan, ya'ni $2 tarvuzli sok. Qaranglar qanaqa zo'r tarvuzdan sok qilib beryaptilar. Tailandda umuman tarvuzni sezoni 12 oy, ya'ni yil davomida bor. Bemalol tarvuzlar juda ham mazali, hech qanaqa kimyasiz, maksimalniy kimyasiz toza tarvuzlardan qilishadi, xudo xolisa. Kelsanglar albatta tarvuzli sok ichib ko'ringlar, sizlarga yoqadi. Hozir tarvuzli sokni mazasini ko'rib ko'ramiz, qanaqa ekan. Menimcha zo'r bo'lsa kerak, qani, bismillah. Mazza. Tailandga kelgan odam biladi, agar tarvuzni yeb ko'rgan bo'lsa, Tailandda tarvuz juda ham mazali, juda ham shirin va nima deydi? Kelganinglarda prosta shu tarvuzli sokidan ichib ko'ringlar, tarvuz yeb ko'ringlar, xullas ko'rasizlar. O'rtoqlar, biz Aykansiamni asosiy food courtidan chiqdik, pastdan va mana Targoviy sentr 6 etaj, juda ham chiroyli. Hammasiga kerak bo'lgan, yoqadigan brendlar hammasi bor. Boss, Fendi, Gucci, McQueen, hattoki Labubu sotadigan Pop Mart ham bor ekan. Xullas, men endi Targoviy sentr obzor qilmayman sizlarga. Menga food courtni ko'proq qiziqadi. Food courti juda ham chiroyli, ovqatlari qiziq. Food courtga kelsanglar, mazza qilsanglar bo'ladi va Targoviy sentr o'zi juda ham zo'r. Targoviy sentrga aylanib, o'zingizlarga yoqqan narsalarni sotib olib, mazza qilib dam olsanglar bo'ladi, shopping qilsanglar bo'ladi bu yerda. O'rtoqlar, biz hozir BTSdamiz. Bangkokda shu shahar tepasida yuradigan poyezdni BTS deyshadi. Bangkok Train System yoki Bangkok Mass Transit System deyiladi, Skytrain deyiladi qisqa aytganda. Ko'rishingiz mumkin. O shaharda, ya'ni katta shaharda 11 million odam yashaydigan shaharda osmono'par binolarning o'rtasida shunaqa BTS yuradi. Temir yo'l Bangkokda qurilgan va proyektning summasi $3 milliard. 1999-yil 5-dekabrda Siemens kompaniyasi tomonidan qurilib bitkazilgan birinchi liniyasi. Bugungi kunda BTSda 3 ta liniya bor va общий proyektning summasi kundan kunga oshib bormoqda, lekin juda ham qulay, shahar ichida
O'rtoqlar qaranglar, mana bu yerda pastda mashinalarning yo'li, da. Ikkinchi qavat bu piyodalar yo'ladigan yo'l va uchinchi qavat bu o'sha BTS. Hozir metro kelishdan oldin odamlar turishini qaranglar qanaqa. Mana bu yerdan o'rtadan vagon to'xtagandan keyin ichkaridagi odamlar chiqadi va taxilisi chetdan shunaqa o'chirtda turishadi va o'chirtni hech kim buzmaydi. Naryoqda ham hamma odam o'chirtda turibdi. O'rtoqlar bilasizlar, Tailandning asosiy dini bu buddizm dini. Aholisining 93-94% buddizm diniga e'tiqod qilishadi va buddizm o'zi qanaqa Janubiy Sharqiy Osiyoga kirib kelgan degan savol bersanglar, buddizm Janubiy Sharqiy Osiyoga eramizdan avvalgi 3-asrda kirib kelgan, Hindistondan kirib kelgan va hozirgi Tailand, Myanmar, Laos davlatlariga Hindistonning shohi monarxlarni jo'natib, ya'ni o'sha bizda islomda imomlar, domlalar bo'lsa, buddizmda monarxlar bo'ladi. O'sha monarxlarni jo'natib buddizmni tarqatgan va bugungi kunda Tailandning asosiy dini buddizm va Tailand bu qirollik. O'rtoqlar, hozir sizlar bilan birga juda ham bitta qiziq joyga ketyapmiz. Masala Tailandda juda ham ko'p xramlar bor, shu buddizm xramlari va hammasini ko'rishga vaqt bo'lmasa, misol uchun Tailand juda ham katta qirollik, shimolidan janubigacha 1000 ta xramlar bor. Hozir shunga juda ham zo'r qiziq joyga ketyapmiz. Masalan, chiroyli xramlarni, butun Tailanddagi hamma xramlarni yig'ilgani bitta joyda bor. Maketdagi, lekin real qurilgan narsa borib ko'rsak bo'ladi. Xudo xolsa o'sha yoqqa ketyapmiz. Xullas, biz Bangkokdan 45 ming uzoqlikda joylashgan Ancient City yoki tailandliklarni tilida Muang Borang degan joyga keldik. Xullas, eski shaharga kelganinglarda bu yerda 3 xil bor, o'zi qaranglar. Mana bunaqa velosipedda uchishinglar mumkin yoki tramvayda uchishinglar mumkin. Bundan tashqari ham golf kar yoki peshkom. Bilet o'zi u peshkom, lekin biz mana golf kar oldik. Golf kar 350 baht ekan 1 soatda, undan 1 soatdan oshsa har 1 soatiga 100 bahtdan berasizlar. Xullas, Ancient City, ya'ni eski shahar, bu parkdagi joy, Bangkokdan 33 kilometr uzoqlikda joylashgan, Samut Prakan provinsiyasida joylashgan bo'lib, hozir masala ko'rsataman qanaqa. Mana qaranglar qanaqa chiroyli. Bu yerda, ya'ni Tailandning hamma qiziqarli arxitektura, xramlari, tarixiy binolarini hammasini bitta joyga birga bir kopiya qilib qurdirgan odam Lek Virayanan bo'ladi. Bu Tailandning juda ham boy oligarx odamlardan biri va odatda o'zi golf qurmoqchi bo'ladi-da bu. Bu proyekt 1963-yilda qurilishni boshlagan va 1972-yilda, ya'ni 9 yil davomida qurilgan juda ham katta maydonga ega. Tailandning har bitta provinsiyasida, misol uchun provinsiya viloyat, har bitta viloyatida o'ziga xos arxitektura dizayni bor-da. Mana misol uchun mana bu janubdagi arxitektura dizayni, ya'ni janubdagi xramlar, o'sha Phuket tomonidagi xramlar mana shunaqa dizaynda qurilgan. Ko'rsanglar bo'ladi. Yashil, qizil tomi, devorlari oq, ozgina tilla bilan bezatilgan. Juda ham chiroyli. Shu Ancient City'ni, ya'ni eski shaharni, qadimiy shaharni qurgan Lek Virayapan, qaranglar, nechta bino qurgan. Bu juda ham boy odam, Tailandda eng boy odamlardan biri. Pulini tarixiy obidalarni, tarixiy madaniyatni saqlab qolish uchun, ya'ni Bangkokda Tailandning poytaxtini oldida shunaqa juda ham katta 10 akrga yaqin yer maydonida butun Tailanddagi bor eski arxitektura san'atlarini, chiroyli binolarini kopiya qilib qurdirgan. Qaranglar qanaqa dahshat. Va bugungi kunda bu odamlar uchun ochiq, kirish narxi shu $10 dan $20 va alohida o'zingizga o'sha mashinada yurasizmi, golf karda yurasizmi yoki tramvayda yurasizmi, shunga alohida pul to'laysiz va bo'ldi.
o'tkazib yubormanglar. Hozir Ancient City'ni eski shahar eng chiroyli joyini sizlarga ko'rsataman. O'sha yerga ketyapmiz. Oxirigacha ko'ringlar videoni. Eng asosiy nimalardan biza arxitektura qurilishlardan biza hammasi yog'ochdan qurilgan. Yog'ochli hammasi tepadan. Yog'och bilan chiripitsani qo'yib chiqishgan. Chiroyliligini ko'rsanglar bo'ladi, juda ham chiroyli. Suvda qurilgan. Xullas kelsanglar, xudo xolasa o'zingizlar bir aylanib, mazza qilib rasm videolarga tushib ketsanglar bo'ladi. O'rtoqlar, menga eski shaharning eng yoqqanlaridan, eng yoqqan joylaridan biri, lokatsiyalardan biri mana bu qaranglar, hozirlik ko'rsataman. Lotus kichkina suv ombor qilingan va bu yerda lotus daraxtlari emas, lotus gullari uzra. Yana ani kommentariyada urishib tashamanglar. U mamnuni bilmas ekan, u mamnuni bilmas ekan deb. Beyi Parvardigor. Agar sizlar hamma narsani bilsanglar, kommentariyaga yozib qo'yinglar, biz ham bilaylik. Bilmasdan qolib ketmaylik. Chiroyliligini qaranglar. Zo'r. Pastda baliqlar yuribdi. Katta baliqlar suzib yuribdi lotusdagi gap yo'q. Eski shaharda mana bunaqa fillar bor. Fillarni ovqatlantirsanglar bo'ladi. Mana bunaqa ovqatlar sotiladi. Endi bu ham bitta biznesdagi ovqat sotishadi, lekin mana filchalarni qarang, bolachasi ekan bu. Kichkinagina bolachasi. Mana bitta kichkina bolachasi va mana bitta chanqadingmi? Chanqabdi, suv ichyapti, mazza qiladi. Voy, mana bitta kichkina jo'jachasi bor ekan, Voy, zo'r. Kelib mana shunaqa fillar bilan vadikap. Shunaqa fillar bilan kelib rasmga, videoga tushsanglar bo'ladi. Fillarni ustida uchmanglar, balkim ovqatlantirib, bolalari bilan rasmga tushib aylansanglar zo'r bo'ladi. Hozir men sizlarga eski shaharni oxirgi nuqtamiz va bundan keyin boshqa joyga boramiz. Bangkokning yana chiroyli joylari juda ham ko'p. O'sha joylarni aylanamiz. Oxirgi nuqtasi esa baliq o'rab turgan xram. Hozir ichiga kirib bir aylanib chiqamiz-da. Keyingi manzilimizga xudo xolasa yo'l olamiz. Shu nima demoqchiman, agar butun Tailandni aylanishingizga vaqt yetmasa, arxitektura qurilishlarga qiziqsanglar, kelib mana shu eski shaharni aylansanglar bo'ladi. Eski shahar juda ham chiroyli. Sizlarga yoqadi. Qadimgi shahar. Qurgan odamga 5 baho. Bunaqa ideya, bunaqa proyektlar juda ham zo'r. Menimcha ham Tailandning madaniyati, tarixini boshqa odamlarga, boshqa mehmonlarga, turistlarga va shu Tailandda yashaydigan odamlarga yetkazib berish uchun ham katta rahmat aytaman. Qaranglar, bunaqa xram ekan. Bu ham yog'ochdan yasalgan, hammasi qo'lda yasalgan. Va ichlari mana bunaqa. Bunaqa ekan ichlari, xullas. Juda ham chiroyli. Biz esa shu nuqtada eski shahardagi ekskursiyamizni yakunlab, keyingi manzilimizga yo'l olamiz. Qani ketdik. O'rtoqlar, biz Bangkokning markazida Yavora ko'chasidamiz. Bu Bangkokning Chinatown hisoblanadi, ya'ni Xitoyliklar yashaydigan mahalla. Qaranglar, qanaqalar chiroyli bu yerda. Hamma joylari set,
juda katta tirbandlik, odamlar ko'p va eng qizig'i Yavorot ko'chasida mana bunaqa qo'g'irli, shunaqa juda ham shirin ovqatlarni qilishadi. Bular xitoyliklar hammasi shu yerda yashaydigan. Qovurilgan, ana o'zimizning qovurilgan nimalar bor-ku, bo'g'irsoqlarmi, nimaga shunaqa narsalar qilishyapti. Ular gazlarni regulirovka qilib, mana bu yerda yoki qovuryaptilar. Michelin yulduzi bor ekan bunda. Michelin yulduzi 2008-2009-yilda Michelin yulduzi olingan ekan. Qaranglar, o'rtasidan ochib chiqyapti. Qovurilgan nima? Kapumaka. Qovurilgan patongo. What's the name of this one? Pandan. Patongo. Patongoga 50 baht. Michelin yulduzi bor. Mana bu yerda ekskursiya qiladiganlar ham bilan olib kelgan bu yoqqa. Qaranglar, mana bu yoqqa juda ham katta odamlar kelgan ekan, ovqat yegani. Hech kim bilan to'g'ri gaplashmayapti. Hozir biz yeb ko'ramiz bu narsani. Sousiga botiramiz deb. Yashil sousga yeb ko'ramiz. Juda ham shirin. Xuddi Somali zgushonkaga o'xshaydi. Bu ponchik oddiy, ponchik qo'rilgan xamir. Xullas, kesinglar. Albatta patongo yeb ko'ringlar, mazasi juda ham zo'r. Bitta mana soda qo'yibdilar, bilar. Mana bunaqa yog'da qovurilgan patongo ekan. Har xillari bor. Xullas patongo. Xullas patongo oddiy qo'rilgan xamir, zgushonka, yashil zgushonka bilan ekan. Xohlasanglar yeylar, xohlamasanglar yemaylar. Semirtiradigan narsa. O'rtoqlar, Bangkokdagi Chinatown bilasizlarmi qachon paydo bo'lgan? 1782-yil Rama 1, ya'ni Siam, hozirgi Tailandning qiroli poytaxti Chao Phraya daryosining sharqiy tomoniga ko'chib o'tiladi va xitoyliklarni etdan quvib bu tomonga o'tkazadi. G'arbiy joyga o'tkazadi, g'arbiy tomoniga. O'rtoqlar, bugungi kunda Chinatown, Bangkokdagi Chinatown 2 kvadrat kilometrdan iborat eng kichkina rayon hisoblanadi, eng zich joylashgan rayon hisoblanadi. Bu yerda 2 kvadrat kilometrga 100 ming kishi yashaydi. Kunduz kuni kelsanglar, bu yerda ko'chalari bor, chap tomonda, o'ng tomonda juda ko'p ko'chalar bor va u ko'chalarda har xil narsalar sotishadi. Asosiy narsalari Xitoyda ishlab chiqarilgan narsalar va optim sotishadi. Va shu do'konlardan, ya'ni qolganlar sotib olib onlayn va boshqa davlatlarga ham eksport qilishadi. Lekin bugun bu ovqat bozor. Naryoqda ko'cha yopilgan. Hamma joyda ovqat qilishyapti, har xil. O'rtoqlar, ko'pchilik so'rashi mumkin, xitoyliklar qanaqa qilib Tailandga kelib qolgan va Tailandda nima qiladi xitoyliklar? Xitoyliklar Xitoyga kommunizm kelgandan keyin ko'pchilik xitoyliklar qochib ketadi Xitoyning o'zidan va janubga qochishadi. Yunnan provinsiyasidan Xitoyda pastga agar janubga qarasanglar, Tailandda ozgina o'tgandan keyin, ya'ni Laos nimadan o'tgandan keyin Tailand bo'ladi va ko'pchilik xitoyliklar Tailandga kelib, Tailandni yaxshi ko'rib qolishadi. Tailand yoqadi, Tailand yoqadi o'zi va taylar bilan aralash yashashadi. Ko'pchilik xitoyliklar kelib Tay ayollariga uylanib yoki Tay erkaklariga erga tegib baxtli bo'lib yashashadi va o'shalardan keyin zurriyoti xitoyliklar hozir Bangkok shahrida juda ham ko'p xitoyliklar bor va hattoki davlat ishchilari, katta davlat ishlarida ham xitoyliklar ishlashadi, ya'ni Tay xitoyliklar deyishadi. Ular ko'pchiligi xitoy tilida gaplashmaydi, lekin ota-bobolari gaplashgan toza xitoy tilida. Ular esa faqat Tay tilida gaplashadi, lekin asli etnik kelib chiqishi xitoyliklar ularni. Hozir men bu yerda juda ham qiziq narsa ko'rdim.
yoshliginglarda esinglarda bormi? Maktabda kashtan o'sardi-yu. Kashtan o'sardi. O'sha kashtanni ko'mirli toshda mana bunaqa pishirishyapti va mana bu yerda xitoyliklar pishirilgan kashtan sotishyapti. Bu yerda 1 kilosi 300 baht ekan, $10, yarim kilosi 150 baht. Xullas shunaqa qilib xitoyliklar Tailandda bo'lib qolishgan. Tailandda yashashadi xitoyliklar. Bugungi kunda juda ham ko'p xitoylik va Bangkokda 1 millionga yaqin xitoylik yashaydi. Ya'ni 11 million aholisidan 1 millioni, ya'ni 10% ga yaqini bu xitoyliklar. Bangkok ko'cha ovqatini poytaxti deyshadi. Bekor gunaqa deyilmaydi. O'rtoqlar, biz hozir Chinatown-damiz. To'g'li chuchvara pishiryaptilar. Birat juda ham chiroyli. Hozir ko'ramiz. Qani qanaqa bo'lar ekan to'g'li chuchvaralari. Endi hamma maqtadi bu joyi. Biz yemaymiz unaqa chuchvarani. Endi shou qilib beraman deyaptilar. Qani ko'ringlar qanaqa shou qilar ekanlar. Qanaqa shou bo'lar ekan. Wow. Hozir, brat. Brat, давай. Akaxonim. Akaxon, давай. Wow. Gap bo'lishi mumkin emas. Chuchvarani, yeah. Thank you. You will be famous, brother. You will be famous. Yeah, thank you. What's your name? Gil. Gil. You Thai? Kun Thai ไหมครับ Where are you from? Yeah, man. Ni Gao La. They got it. Oh, Jesu Ba. Thank you so much. where you from? Uzbek, Maja Uzbek, Uzbekistan. Yes, Uzbekistan. Oh, I know. Central Asia. Yeah, yeah. Thank you, brother. You are number one. Enjoy. Thank you, Kap. Bye. Jesu Tembade. Xullas, hozir Chinatown-dan Tavarika. Mana bunaqa tuk-tuk gaplashdik. 172-nomer. Hozir shunda mahallamizga yetib olamiz, xudo xolasa. Yo, bismillahirrohmanirrohim. Bangkokka kelganinglarda albatta tuk-tukni uchib ko'ringlar. Bu juda ham zo'r tajriba bo'ladi. Bu mototsiklchalar orqasida ikkita koleso, orqasida ikkita baloni, oldida bitta baloni. Surishadi lekin kechasilari. Qaralar, bunaqa tuk-tukda keldik hozir mahallagacha. Juda chiroyli. O'yinchoqga o'xshaydi, xuddi kinodan o'yinchoqga o'xshaydi bu mashina. Mashina emas, mototsiklcha. Kap. Bratanga katta rahmat xizmat uchun. Biz bugun dam olamiz endi. O'rtoqlar, Bangkokda markazida katta mana baland binolarning atrofida qirollik haykali va bu yerda Lumpini Park bor o'rtoqlar. Hozir sizlar bilan Lumpini Parkga kirib aylanamiz. Lumpini Park bu xuddi Amerikada, New Yorkdagi Central Park, ya'ni markaziy parkdagi park. Bu ham 1925-yilda qurilgan. Qirol Rama 6-tomonidan bu yer ajratilgan. Yer umumiy maydoni 57-58 gektarga teng va bu park, misol uchun ko'rishingiz mumkin, mana shahar markazida joylashgan. Hamma ishdan keyin ko'pchiliklar bu yoqqa badan tarbiya qilgani yoki aylangani kelishadi. Lumpini Parkda juda ham qiziqarli bir faktlar bor. Lumpini Park haqida hozir kiramiz va men sizlarga bu haqida aytib beraman. O'zi bu yerni qirol Rama 6 Tailand xalqiga hadya qiladi. Chunki bilamizki, butun yer Tailandda qirolga tegishli. Bu yer ham Tailand qiroliga tegishli, lekin bu yerni shu 1925-yilda Lumpini deb nom berishadi va Tailand
xalqiga, odamlarga hadya qilinadi qirol tomonidan. Bugungi kunda bu parkda hamma kelib, badan tarbiya, aylanishadi, yugurishadi. Parkning maydoni juda ham katta va juda ham chiroyli. Ko'rishingiz mumkin, odam juda ham ko'p. Bu yerda hech qanaqa attraksionlar yo'q, faqat bog', kichkina suv ombori va yuradigan yo'lakchalar qilingan parkda. Juda zo'r, ortiqcha shovqin yo'q. Odamlar xotirjam, bemalol mazza qilib yugurishadi bog'ning markazida. Ikkinchi jahon urushi paytida bu park yaponiyaliklar tomonidan harbiy baza qilib ishlatilgan va bu parkda eng qizig'i juda ham katta kaltakesaklar bor. Hozir shu kaltakesaklarni sizlar bilan birga ko'ramiz. Ko'rasizlarmi do'stlar? Qanaqa katta varan. Voy, mana bu yerdan yana bittasi chiqib kelyapti. Suvdan chiqib kelyapti mana bittasi yana. Ishqilib tishlab olmasa bo'ldi. Mana. Juda ham katta. Lumpini parkda shunaqa hayvonlarni ko'rsanglar bo'ladi. Qaranglar, hozir ekan suvga tashab suzib ketadi. Wow. Mana bu yerda ovqat tashashdi, qaranglar. Ovqat tashashganiga qancha baliqlar bor bu yerda. Mana qaranglar. Dahshat, juda ham katta. Xullas shunaqa hayvonlar Lumpini parkida bor. Kelsanglar, kattaligini qaranglar buni. Varanni bir 2 metrdan oshuv bu bunisi. 2 metrdan oshuv juda ham katta. Bittasi ikkinchisini ustiga chiqib olmoqchi. Dahshat. Wow. Gap bo'lishi mumkin emas. Timsohga o'xshaydi, juda katta, lekin juda ham katta. Oddiy katta emas, juda katta. Mana suzib ketyapti. Bangkokda bo'lganinglarda, aylanishga kelganinglarda albatta Lumpini parkiga kelib, badan tarbiya qilib o'zingiz uchun ertalab yoki kun botishiga kelsanglar zo'r bo'ladi, chunki kunduz kuni juda ham issiq bo'ladi, yurib bo'lmaydi. Bu yerda daraxtlar juda ham ko'p, har xilma-xil daraxtlar ekilgan, lekin baribir sizlarga kunduz kuni kelishni tavsiya qilmayman. Ertalab yoki peshindan keyin kelsanglar mazza qilib aylanib mana shunaqa manzaralarda, chiroyli tabiatda katta kaltakesaklarni ko'rasizlar. Juda ham ko'p baliqlar bu yerda bor. Kelib mazza qilib aylanib Lumpini parkini tabiatiga baho berasizlar o'zingizlar. Esingizdan chiqmasin, bu park katta shaharning markazida joylashgan. Mana shunaqa kaltakesaklar suzib yurishadi bu yerda. Juda ham chiroyli park, kelsanglar sizlarga albatta yoqadi deb o'ylayman. O'rtoqlar, taylandliklarni qanaqa
o'chirtda turishni hozirlarga ko'rsatmoqchiman va qanaqa tartibda turishni ko'rsatmoqchiman. Biz hozir mana o'chirtning oxiridamiz va o'chirt boshlandi. O'chirt boshlandi. Hozir videoni sal tezlashtiraman. Sizlar ko'rishingiz uchun, chunki juda ham katta vaqt ketadi o'chiritni. Bu yerda hali ham o'chirib davom etyapti. Hammani qo'lida gul ko'rishingiz mumkin va eng qizig'i tartibni qaranglar. Hamma chap tomonda, bitta tomonda turibdi. Ya'ni bu yerda odamlar o'tadigan joyni hech kim to'sib qo'ymagan. Hozir sizlarga men bu o'chiritni ko'rsatdim, mana odamlar turibdi, qaranglar, o nimaga. Bugun shunaqa kun ekan, 8-avgust 08:08 omad kuni deyilar ekan. Endi 8 raqam o'zi Xitoyda ham, butun Janubiy Sharqiy Osiyoda juda ham omad olib keladigan raqam deb hisoblashadi va shunga bularni Lakshmi degan omad nimasi talismani bor ekan. Shu omad kelishi uchun hamma qo'lida mana shu gullar bilan mana bunaqa gullar bilan, hamma mana shunaqa gullar bilan Lakshmi degan nimaga omad olib keladigan xudosiga yoki boshqa qanaqa deysizlarmi, bitta xullas statuetkada turibdi tepada 4-etajda. Butun o'chirit hozir shunga turishibdi va hamma hech kimdan o'tib ketmagan, hamma stroyni to'g'ri saqlab zo'r turishibdi. Xullas shunaqa gaplar. 8-avgust Tailandda shunaqa kun ekan, biz bilmagan ekanmiz, endi o'zimiz uchun bilib oldik. Juda ham qiziq. Xo'p, o'rtoqlar, umuman Tailandning aholisi bugungi kunga kelib 75 millionga yaqin va eng ko'p aholi Bangkokda, poytaxtda yashashadi. 11 milliondan oshiq odam Bangkokda yashashadi, juda ham ko'p, zich joylashgan va Bangkok o'zi juda ham katta shahar hisoblanadi va eng qizig'i Bangkokda juda ham katta tirbandliklar bo'ladi. Ba'zi payt 2-3 kilometrga ham 1 soat, 1,5 soat vaqtingiz ketishi mumkin. Chunki mana ko'rishingiz mumkin, biz hozir ko'chada ketyapmiz. Tirbandlikni oxiri ko'rinmayapti. Juda ko'p. Juda katta tirbandliklar. Bugun haftaning shanba kuni soat 2. Odatda bunaqa payt mashina kam bo'lishi kerak. Boshqa shaharda, lekin Bangkokda emas. Bangkokda har doim band ko'chalari, har doim odam ko'p. Hamma qayerdan ham ketyapti. Lekin shuncha mashina bo'lishiga qaramasdan, shuncha tirbandlik bo'lishiga qaramasdan mana odamlar yo'lga chiqyapti, boshqa palasaga o'tyapti, boshqa yo'nalishga o'tyapti-da. Hech kim signal chalmayapti. Signal chalayotgan odamlar asosiy bu kelgandilar bu yerda signal chalishi mumkin. Hindistonliklar signal chalishni rasal yaxshi ko'rishadi, lekin tayitslarning o'zi, tailandliklarning o'zi signal chalishmaydi. Ming qanaqa probka bo'lsa ham, qolib ketishsa ham, turishsa ham juda ham sabrli xalq. Bularning sabriga biz o'rgansak bo'ladi. Chunki o'chiritda turishini ko'rsatdim sizlarga videoda, qanaqa o'zini tutishini ko'rsatdim. Juda ham zo'r va sabri juda ham baland bularni. Va eng qizig'i, agar siz Bangkokda bo'lsangiz, Bangkokda motobayk taksi ola olasizlar. Mana bunaqa motobayk taksida Vadikap motobayk taksida ucha olasizlar. Dunyoda hamma joyda ham motobayk taksida uchish mumkin emas, qiyin. Yo'q, chunki hech nima deydi, mototsiklda taksida uchaman desangiz, misol uchun boshqa davlatlarda unaqa funksiya, unaqa servisning o'zi yo'q. Bu yerda bu servis bor, chunki mana ahamiyat bersanglar, agar mashinalar turgan paytida mashinalarning o'rtasidan mototsikllar o'tib ketishaveradi. Lekin ba'zi payt mototsikllar ham moto deyishadi. Motolar ham ba'zi payt
probkaga tushadi. Va bilamizki, Tailand o'zini massaji bilan juda ham mashhur. Tayskiy massaji bilan va bunaqa issiq, o'tli, kompresslik massaji yana bor. Shunaqa massaj ham qilishadi bu yerda. Tailandga kelganinglarda men sizlarga maslahat beraman, albatta nech kunga kelishinglardan qat'iy nazar har kuni bo'lmasa ham kunora massaj olinglar. Massaj bir necha xil bo'ladi. Tailandda eng zo'ri, eng foydasi katta massaj bu Thai massaj deyiladi, ya'ni taycha massaj. Hech qanaqa yog'siz stretching, ya'ni cho'zadi badaningizni, mishsalaringizni, butun nimangizni cho'zib, chiroyli qilib, ana nima deydi? Yengitdan zavodskoy nastroykangizga tushirib beradi, xullas, qo'pol qilib aytganda. Rostdan ham juda ham zo'r. Tayskiy massaj o'zim ham borib turaman. Massajni narxi odatda massajning narxi $10 turadi. Misol uchun 300-350 baht turadi massajlar. Va albatta choy puli. Tailandda bo'lganinglarda choy puli berish esingizdan chiqmasin. Bu odat. Bu yerdagilarning urf-odati. Bular hamma bir-biriga, misol uchun bu servisdan foydalanganda choy puli beriladi. Misol uchun siz massaj oldingiz, 300 baht yoki o'sha $10lik massaj olganingizda $2-3 agar choy puli tashlab ketsangiz, nur ustiga a'lo bo'ladi va sizni massaj qilgan odam keyingi safar kelganingizda ko'nglini ochib kutib oladi. Endi choy puli bermasangiz ham kulib kutib olishadi. Choy puli berish lekin bu yerda o'zi odatda bor. Choy puli beriladi. Ko'pchiliklar choy puli berishadi. Mana o'rtoqlar, misol uchun yana bitta misol sizlarga. Markazda, Bangkokning markazida juda katta chorrahalarimiz. Xo'p. Mana qaranglar, qancha mashina o'tyapti bu yerda. Hech kimga signal chalayotgani yo'q. Hech kimni urishayotgani yo'q. Joy talashayotgani yo'q. Bir-birini siqib qo'ygani yo'q. Hamma xursand. Mana bu motobaykda umuman 3 ta odam ketyapti. Mazza qilib gaplashib. Aytmoqchi bo'lganim, bularning dunyoqarashi juda ham qiziq va menga juda ham yoqqani. Bu dunyoda nima qilamiz urushib, bu dunyoda mehmon bo'lsak agar deyshadi bir-biriga bular. Va xafa bo'lishdan nimaga biza nimaga har doim kulasizlar mana. Kelinglar shundan boshlaymiz. Nimaga har doim tayliklar kulib turishadi? Mehmonga emas, bir-biriga kulib gaplashishadi. Nimaga har doim shunaqa degan savol berganimda aytishganki, qara azamat deyishgan. Misol uchun men xafaman yoki o'qirayapman, nastroyeniyam yo'q. Men senga nastroyeniyam yo'qligini ko'rsatganim bilan nima o'zgaradi? Seni ham nastroyeniyang yo'q bo'ladi. Sen nastroyeniyang bo'lmasa, sen ham xuddi shunaqa boshqa odamga yomon nastroyeniyani berasan deyapti, yomon vibe berasan deyapti. Undan ko'ra men ichimda yomon bo'lsa ham bittasi bilan gaplashuvdim-da, aytayotdiki, kechiginda akam olamdan o'tib qoldi deyapti, radnoy akam olamdan o'tib qoldi deyapti, borib ko'mib keldik deyapti. Men bilan kulib gaplashib turibdi. Xursand bo'lib, xuddi hech narsa bo'lmagandek. Endi u aytayotdiki, men nima qila olaman, qanaqa o'zgartira olaman? Men hech narsa qila olmayman. Faqat bitta narsa o'zimni o'zgartirishim mumkin, o'zimni dunyoqarashimni, o'zimni nima deydi? Bu hayotga qarashimni o'zgartirishim mumkin. Shuning uchun xursand bo'lib yashashni men tanlaganman. Xafa bo'lib yashagim kelmaydi. Birovlarni ham xafa qilgim kelmaydi. Birovlarni asabini o'ynab, birovlarni nima deydi? Asab o'ynashdan emas, birovlarga yomon, negativniy nastroyeniya bergim kelmaydi. Shunga nima bo'lishidan qat'iy nazar har doim biz kulib turamiz. Bizani bu urf-odat degan ta'sirmaga o'shandan keyin men Taylarni tushunishni boshlaganman va ahamiyat bersangiz agar Tailandga kelganingizda hayron qolasiz, sizga hech kim bunaqa o'qrayib, hayron bo'lib, jahli chiqib qaramaydi, urush bermaydi bu narsaga. Hamma kulib turadi, hamma baxtli, mazza qilib yashaydi o'zini hayotini va birinchi navbatda o'zini o'zgartirishga harakat qiladi, boshqalarni emas. Chunki biz boshqalarni o'zimizdan tashqari hech kimni o'zgartira olmaymiz. To'g'rimi?